aytmaylar. Men Sherali Jo'rayevning qo'shig'ini abadiy aytmayman. 7 avlodim, 7 urug'im aytmaydi. Endi qaranglar o'rtoqlar, mana videomni bitta ko'ringlar. U shartnomada shunaqa deyilyaptiki, ramziy ma'noda. Nomi chiqmagan shunaqa havaskorlar va anchadan beri Sherali Jo'rayevning qo'shig'i bilan tirikchilik qilayotganlar bemalol aytsin. Shohjahon Jo'rayevning gapiga ishonib turibmi, Sherali Jo'rayevning qo'shig'ini aytganman mana. Nomi chiqmagan, mashhur bo'lmagan qo'shiqchilar bemalol aytaversin degan. Mayli, uni advokat aytib turibdi, Shohjahon Jo'rayevning advokati aytayapti bu yerda. Ma'muriy javob berasiz, undan keyin tovon puli to'laysiz. Tovon puliga ham men beraman aynan sizni deyapti. Xo'p. Endi bu gapga Shohjahon Jo'rayevning gapiga ishonib turib, ertaga boshqa san'atkorlar $50 to'yga chiqadigan qo'shiqchilar bor. Ular qayerdan to'lab beradi masalan? Hozir Shohjahon aka bu yerda chalg'ituvchi nimadir qilyaptimi, aytaveringlar deb turib, advokati orqadan ish qilyapti unaqa. $50 to'yga chiqadigan san'atkorlar qanday to'laydi uni masalan? Tovon puli, undan keyin ma'muriy xalq. Men Jo'rayevlarni masalan sizlar ko'ringlar. Men ochib bermaguncha men tinchmayman endi. Mayli pulni to'lab beraman, lekin odamlar haqiqatni bilsin, hamma bilsin. Hozir menga jarima qiladi, baribir nimadirlar qiladi, ertaga adliyaga boraman. Boshqa narsalarga chalib qolmanglar, san'atkorlar hushyor bo'linglar sizlar. Aytmanglar, men Sherali Jo'rayevning qo'shig'ini abadiy aytmayman. 7 avlodim, 7 urug'im aytmaydi. Sog' bo'lasizlar.